Aka nechi pul bo'ldi? Nechi pul bo'ldi aka? 82. 82 urg'och ha? 8 million 200 mingga urg'och. Assalomu alaykum hammaga. Jizzax Osiyo chorva bozoridan akalar yana videoni boshlaymiz. Soatimiz millari 7:22 bo'ldi mahalliy vaqt bilan. Bugun yakshanba Jizzax Osiyo chorva bozorida mol qo'y narxlari xudo xolasa bugun ko'rsatamiz. Bozorimiz har yakshanba bo'ladi, hisob qilib qo'yasizlar. Kun endi yorishyapti mana. Ko'ringlar. Hozir vaqtli kelganimiz bilan hali narxni olib aytmadi deyishlar bo'ladi. Shuncha sal bemalolroq kelamiz. Voy, mana otlar kelyapti. Xo'p, akalar, hozir aka, bir minut. Xo'p, qaranglar akalar. Bu yangi kanalimiz bo'ladi. Eski kanalga ham bitta qo'yiladi bu. Bugun oxirgi kun bilasizlar. Mana shu yuqorida chiqarib qo'yamiz qaysi tarafga. O'sha kanalning nomini ko'rib o'tirasizlar. Kommentariyada linkini ham tashlab qo'yamiz. Bo'ldi, bu haftadan keyin narigi haftadan bu Jizzax Moshina bozori degan kanalimizga bu videolar qaytib chiqmaydi mol bozorlar. Mol bozorida atdenda video qilamiz. Shuning uchun to'g'ri tushunansizlar. Kanalga obuna bo'lib, like chana bosinglar, biz ketdik. Xo'sh, akalar ketdikmi xudo xolasa? Bugun sanamiz 7-dekabr 25-yil bo'ladi. Qish oyining so'nggi 4 haftasi bo'ladi. Ana shu 4 hafta endi nasib. Kelish harakat qilamiz. Ona bolalardan ko'proq ko'rsatamiz. Assalomu alaykum. Akam yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Qanday bo'lyapsiz akam? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Tinchmisiz? Qaysini? Mana buni. Aha, bu yakka o'zimi? Ha. Nima bo'lyapti aka? Necha marta tuqqan? Bir oy oldin tug'magan ekan. Qornida 5 oylik bo'ladi. Qornida 5 oylik bo'ladi. Oldin 16 million olib chiqqanman aka. Hozir nima bo'ldi akajonim? Shundan gapiring. 16,5. 16,5 qildim hozir. Yakka o'zini. Hali tug'magan. Yo'q aka. Chama hali yana keyingi bozor yoki olib chiqaman demaysizmi? Yo'q. Ertaga to'y. Xudo xolasa yaxshilik kunga. Barakasi bersin akalar. Ana sizga hali bir marta ham tug'magan 5 oylik qornida bolasi bor. 16,5 bozor so'radi, bermadingiz. Yo'q. Tushunarli. Xo'p, mana akalar nima bor ekan? Qo'yinglar, qani nima ko'rsatmoqsiz akam? To'g'riman. 870 taqdirini ko'rsataman aka. Uyqildingizmi buni? Aytdim sizga ishlab chiqaraman. Ishlab chiqaraman. Chugunni qayta ishlab chiqaraman. Jizzax Golden Cup MCJ. Bo'ldi aka. Ana sizlarga shunaqa xizmat kerak bo'lsa, bemalol akaga aloqa qilib qo'yasizlar akalar, muammosi yo'q, xudo xolasa. Lekin sizga rahmat aka, internet orqali keldi aka. Basmal Usmat, salomat bo'ling. Barlosdan. Charchamang akam, salomat bo'ling. Akalar, molga qaytamiz. 16,5 millionga, hozir 16,5 ga yo'qmi? Yo'q aka. 16,5 ga yo'q akalar. O'tib beraman. Uygacha olib borib berib 2 hafta yemi bilan olib beraman. 17 ga bo'lsa gaplashamiz dedilar akam. Barakasini bersin. Ketdik akalar. 7-dekabr 25-yil bo'ladi. Osiyo mol qo'y bozoridan akalar videolarda ko'rsatamiz. Assalomu alaykum. Hozir akajon. Aka nechi pul qilishyapti? Ona bola nechi pul qildingiz? 14 million. Nechinchi tug'ishi? Birinchisi urg'och ha? 14 million birinchi tug'ishi. Barakasini bersin. Assalomu alaykum. Hurmatli akam, yaxshimisiz? Tashvisiz ko'rish qo'ying. Xizmat, ko'rish bepul. Assalomu alaykum. Nima bo'lyapti ona bola akam? 15 qildingiz. Birinchi tug'ishi. Nima ekan? Urg'ochi erkak? Urg'ochi bolasi mana. Bolasi urg'ochi, onasi birinchi tug'ishi. 15 qildingiz. 15 qildim. Yo'q. 18 kam bor. 18 kam bor. Hali vaqt bemalol akam menimcha o'ylab qo'ysa kerak bemalol. Kelishamiz xudo xolasa. Shunday, xudo xolasa barakasini bersin. Mana sizga. Ona bola so'raganlarga. Mana bolasi kattaroq ekan. Akam urg'ochimi bolasi? Urg'ochimi bolasi? Nechi pul qildi ona bola? Endi keldingiz. Xo'p, ana shuni jo'man. Akalar, ilojimiz yo'q. Qashinimdan beri. Assalomu alaykum. Qo'shni. Ana shu bolani borgan, yo'limdagi bolani. Ishoninglar, yon qo'shnim. Shunaqa ko'p qadaraman. Ana ishim bo'lsa ham telefon qilsam, vaqti yo'q, ikkalamiz birimizga oldin. Yoshida ana qo'limizdan bir ish kelmaganda yoshida bilasizmi? Vaqt rosa ko'p-da. Hozir qo'limizdan sal ishga qo'ygan vaqtda hech qaysimiz vaqtimizga o'zimiz. Hozir yangi biznes boshlaganman. Nima bo'ldi? Mana ko'rasizku, olib sotyapti. Ana sizga nima bo'ldi bular narxi? 20 qilyapti bozor. Bozor 20 qilyapti. Ona bola
Nechinchi tug'ish ekan? 4-inchisi. 4-inchisi. Bola nima? Urg'ochi. Urg'ochi. 4-inchisi. Nech pul qildi? 20. 20. Yo'q. Nimaga yo'q? Hali vaqt bemalol. Hali 30larda yotibmiz endi. Ha, o'zlaring o'tib so'rayapsizlar. Tushunarli. Uramiz endi bozorlar. Qo'y, barakasini bersin. Salomat bo'ling. Xabarlashamiz. Bu jiyanchal akam. Assalomu alaykum. Shogirdlar. Qo'shnim ham qo'ymaydi. Assalomu alaykum akalar, xo'rmanglar. Ona bola nech pul qilishyapti akam? 18,5. Nechinchi tug'ish ekan? 4-chi. Olyapti. Qancha anaqasi bor suti bor? 5 litr suti. Bolasi urg'ochi, ha? Barakasini bersin. 18,5 bolasi urg'ochi mana onasi. Assalomu alaykum. Amaki, yaxshimisiz? Nima bo'lyapti? Nech pul qildi buni? 18 qilyapti. Qancha suti bor aka? 5 litr. Bolasi urg'ochimi? Urg'och. Nechinchi qorin? 3-chi qorin. 18 qildi deysizmi? Bermadingiz. Hali vaqt bemalolmi yo chamaga bormi? Chamaga bor. Barakasini bersin. Salomat bo'ling. Vaqtdan bemalol. Ikkalasi ham o'z bitta joyda. Salomat bo'ling. Rahmat. Assalomu alaykum. Amaki, yaxshimisiz? Urg'ochimi bu? Ho'kizchami? Urg'ochi. Nechinchi tug'ishi? 3-inchisi. Qancha suti bor ekan? 3 litr suti bor. Nech pul qildi bermadingiz? 17 gacha chiqdi. Yo'q. Rahmat, barakasini bersin. 17 gacha chiqdi akalar. Assalomu alaykum. Xo'rmanglar akam. Nech pul so'rashyapti aka? 20 million deydi. 20 million. Urg'ochi ho'kizcha bolasi? Urg'ochi. Bolasi urg'ochi. Birinchi tug'ishi 20 million. Bolasi birinchi tug'ishi, onasi birinchi tug'ishi. 5 litrgacha suti bor deyishdi bu. Internetga. Hozir. Assalomu alaykum. Akaginam, qandaysiz? Sog'lig'ingiz nima ko'rmay qoldingiz? Mazza yaxshimi? Xudoga shukr. Endi ikkomiz ancha ko'rishmay qolsak, ko'rishmay qolganimizdan birinchi sog'lig'ini so'rayman-da. Bir xilla puling ko'payib ketdimi, yo'qmi ketding deydi, bir xilla sog'lig'ing yaxshimi deb so'raydi. Nima bor akam? Mana ikkovsi bor. Aylantirib ko'rsat. Hop. Mana bunisidan boshlaymiz akalar. Akam bu ona bola. Bolasi bumi? Urg'ochi, ha bola? Bolasi urg'ochi. Nechinchi tug'ishi? 3-chi bolasi. 3-chi bolasi. Tishlarni ham ko'rsatib o'taylik. Ana sizga tish akalar, tishini so'raganlarga. Qancha suti bor akam? 7ta. 7tagacha. Yeb ichishiga javob 7tagacha sut beradi. Aha, narxi nima dedi? Narxini 30 kami bor deyapti. 30 kami bor. Men buni to'qildi. Mana 12 ta 13 ta suti bor. 12 ta 13 tagacha suti bor. Bolasi urg'ochi buniki, ha? Ikkalasi ham 10-chi. Ana sizga sutlari bilan. 35 kam bor deyapti. Bozor qilgandan ayting, mana 35 kam bor deyishyapti. Bozor nima qildi? Bozor mana uni 33 so'radi. 33? Ha, mana uni 26,5 so'radi. 26,5 so'radi. Bermadingizmi? Yo'q. Mollar ham kichkina mol emas. Ha, yo'q, shunday ekan. Endi o'shanga yarasha buni yeb ichsam bor. Yosh mol, ha. Ana sizga tishlarni ko'rdilaring akalar. Qiziqqanlar bo'lsa aka nomerini qoldiramiz. Yeb ichishiga javob. To'ppa-to'g'ri. 4 ta suskasiga. Ha, 4 ta suskasiga ham, dastavkasi ham bor. Molni 10 kungacha akalar o'sha sinamog'iga ham gaplashaverasizlar, bexish bo'ladi. Aka Mart, beg'in gaplashaverasizlar. Jizzax paxtakorli akalar. Ayting nomer. 97lik. 97. 776 776 0506. 0506. Aka, bundan boshqa ham mollar bor. akaga aloqa qilib qolasizlar. Voy, molni qanaqasini siz akam topib beradi. Baxillar, uka, men bozorga borgim kelmayapti desangiz, farqi yo'q. Bozorga kelib o'tirish shart emas. Telefon qilasiz, Telegramda kelishasiz, tashiylar, rasmini, videosini, manzilda kelishasizlar, ya'ni o'zdan 100 bo'lsa ham gaplashaverasizlar. Aka, salomat bo'ling. Yaxshi bilan ko'rishaylik. Nima bo'lyapti o'zi? Narxlar sal qimmat deb bugun boshlandi. Bugunmi? Ha. Yo'q, qimmat emas, yaxshi. Bo'ladi, olsa ham bo'ladi, sotsa ham bo'ladi. Endi ertalabdan aytilish kichik qimmat bo'layotgan bo'lishi mumkin. Ha. Endi bundan beri qish, biz ham vaqtliroq kelmasak bo'lmaydi, ilojimiz yo'q. Soat endi 7:30 bo'ldi. Endi mendan beri akalar bemalol soat 8:30 mo'ljallab kelaver. Endi yaxshi sigir olaman, tanlab chir-chirtib olaman. Siz vaqtliroq kelgansiz, yaxshi baribir. Aka, salomat bo'ling. Yaxshilik bilan ko'rishaylik. Mana shu tarafda o'tib ketdik. Mana bu ona bolalarni ham ko'rsaylik. Voy, kecha bir ikkita akalarim so'kishib ketdi, ukajon. Ot bizga nima qizig'i bor, nima otni ko'rsatyapsan deb. Assalomu alaykum, akam. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nech pul qoldi ona bolani? 20,5 so'radi. 20,5 so'radi. Nechinchi qorin bu? Birinchi qorin. Bolasi urg'ochi, ha? Novoscha. Ha, ana sizga 20,5 ga yo'q. Yo'q, 20,5 ga yo'q. Oldinroq chama bormi? Chamaga yo'q, hali vaqt bemalolmi? Pichib bo'lsa beramiz. Ozmoz, ha? Xudo xolasa, barakasiga. Bo'ldi, barakasini bersin aka. Salomat bo'ling. Aka, olindimi, sotildimi, endi keldingizmi? Endi keldingiz. Hop. Hozirda men o'sha akam oldiga o'tyapman mana. Mollar kattagina ekan akalar, mana buni ko'rsatib qo'yaylik. Akam, assalomu alaykum. O'zingiz ko'rsatmayman. Voy, aka. Voy, o'zingiz. Necha marta o'tgan akam, assalomu alaykum.
Mana 4-chi bolasi. 4-chi bolasi. Aha, urg'ochi o'qishcha. Urg'ochi. Onani 4-chi tug'ishdi dedingizmi? Bu o'zimizning Jaydardan, ha? O'g'ayni biz, lekin mayli. Pulda o'g'ayni bo'lmayman. Mana o'rtada odam. Ha, bu var Siz nechta so'raysiz? 35 dan sal baland. 35 dan o'zimiz Jaydarmi? Shved chatishgan. Istadim aytaman. Bo'ldi, baraka. Qaysi birini savdo qilib turamiz bu? Mana bu bilan narijina bor. Ona bolam, o'ni quloqda sirg'asi bor, ha? Mana, ikkita sirg'asi bor. Ha. Kinasi bor. Aha. Bunisi ikoyina bor. Qaysini savdosi? Ha, mana ikkita bo'ladi. Nech bor? Ularga navbatcha, mana bor ekan. Opsiga qancha? 50 million so'm qildi. 50 million. Vo, qaranglar. Mana bu ikkita ona bola, nariga bilan mana ona bola deyishdi. Ana shu akalar 50 million bir joyda. Mana bolalar urg'ochi. Bunisi navvos ekan akalar. Bittasi navvos, bittasi urg'ochi. Barakasini bersin. Aka olindimi? Assalomu alaykum. Nima bo'lyapti akam savdosi? 25,5. Bola urg'ochimi? Navvoscha bola. Ona nechinchi qorni? Nechinchi tug'ishi? 4 oylik. Qorni 4 oylik bolasi ham bor. O, ana sizga. 22 million dedingiz? 25,5. Ana. 25,5 ekan akalar. Savdosi bo'lib turibdi, egalar hali berma. Barakasini bersin. 7 tagacha usti bor. Ona bola so'raganlarga akalar yana bitta ona bola. 500 dan 30 million so'raydi. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Sog'lig'i yaxshimi? Charchamadingizmi? Bizga birinchi bir qiziqroq. Birinchi buni ko'rsak ekan, unutamiz. Nima bo'ladi? Nech pul qildi? 500 dan 30 million so'raydi. 15 tagacha usti bor. Bu nima ana gollandskiy deymiz-ku, unaqa emas-ku bu. Ana sizga Beligalov, ya'ni oq bosh. Bola urg'ochimi? Bola urg'ochimi? Bola urg'ochi mana sizga. Endi buni qaranglar. Mana bu birinchi bolasi ekan, buni orqada endi. Bu nevarasimi shunda tavba? Ya nargisi. Ena bolam mana bu. Endi nevar endi to'g'risi aytaylik, ana odamni molga tenglashtirib bo'lmaydi-ku, baribir prosta tak akalar. Taqqoslash uchun. Buni nech pul qildi? Buni 20 million so'raydi. 20 million so'raydi buni. Ona bolani. Bolasi urg'ochimi buni ham? Buni ham bolasi urg'ochi. Akalar oq boshdi bolasi. Beligalov ona bola. Beligalov ona bola yashin aka. 30 millionga 20 million. Ayollar, ishni bermoqchiman, men chiqaramadi. Manami? Xo'p, akalar, bizni kanalda qidirib, yo'q chiqib ketmaydi bizni. Bizni kanalda qidirayotganlar, mana sizlarga yangisini qidirib beraman. Xudo xolasa, endi chiqadimi, hozir bilmadim. Qidirishda Jizzax yozasizlar, mana sho'rva Bering, nima berasiz? 2 qilasizlar. Hozircha shunday. Ya, internet ishlamayapti-ku. Internet yo'q. Internet ishlamayapti ekan-ku. Sizga nima? So'rayapti. 500 ga 30 million so'raydi. Ana. Yo'q, qarshi. 15 ta suv bor. Xo'p, mana bu chopib ketilgan kanal bizdan. Biznikini chopishgan birov. Nasrokasini to'g'rilab berib ko'jonim deb berganmiz. Ishonib, ular bizni kanalda chopib ketishgan. Yo'q, aka kanalda o'zi nomiga ovoldida, keyin shu bilan kanalni bizga qaytarib berish kerak edi. Nasrokalarni to'g'rilab, shu bilan qochib ketdi aka. Telefonlar taktika bilan o'chiq. Ana qilolmayapmiz, usholmayapmiz uni. Egasi aniqmi o'da? Ya, egasi aniq odam aka, lekin usholmayapmiz-da o'sha odamni biz. Xo'p, qarang aka, mana shundan ko'rib turing aka. Mana shu yerga hozir yangi video chiqadi. Mana shu hozir ko'rayotgan videosim shu kanalga chiqadi. Mana bu yerga Ozod Norbekovga. Keyin mana shu yerda kanalda o'ziga kommentga yozib qo'yamiz. Mana bu yerda o'ziga chiqadi. Birinchiga qo'yib qo'yamiz. Xo'pmi? Taka shunday ko'rib turing, amallab turing. Xo'p, akalar qidirish sari bir chiqmayapti. Menimcha bir bilmayman endi. Kanalda nima qilamiz? Ayaqbagan sizlarga ham bittada qidirishni chiqadigan qilib berishimiz kerak. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Nechta qildi? 25,5 qildi. 25,5 qiladi. Urg'ochi? Navvos. Bolasi navvoscha 25,5. Onani xo'p, sutini olib so'rab ko'ramiz. Nechinchi qorinmi? Qancha suti bor? Qancha suti bor? 8 ta 9 tagacha suti bor, shuncha bolasi. Barakasini bersin. 24 dedingizmi? Mana akajonim videoga olibdi. Barakasini bersin. Aka nech pul qilyapti ona bolani? Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? 22 so'rayapsiz. Nechinchi tug'ishi? İkinci bolam. Ikkinchi bolasi. Urg'ochimi bu? Bola navvoscha. Ana sizga 22 dedingizmi? Barakasini bersin. Charchamang, salomat bo'ling. Rahmat. Aka olindimi? Qanchaga? 20 million. Nechinchi tug'ish ekan? 3-chi. Navvoscha? YouTube'ga chiqardi, aynan olib bergan. Qancha YouTube'ga chiqaryapsiz-ku? Instagram'gacha. Instagram yo'qda akajon. Chorvada Instagramimiz yo'qda. Chunki to'rtta 5ta kanal, 4ta 5ta kanalimiz bor aka. Vaqt bo'lmay qolyapti. Qanday bo'ralar, yaqara seni ko'p ko'raman, nahmay bo'ralarga aytmoqchilik. Chiqarda uni reklama qilavermay. Barakasini bersin aka, charchamanglar. Yo, nima xafa bo'laman aka? Xafa bo'lgan odam bozorga chiqmaydi deyshar. Xo'p, ona bola, assalomu alaykum. Egasizmi akajon? O'zingizni ko'rsatmayman, to'rtta hangama. Yo'q, men emas egas, mana bola. Bo'ldi, aka sizmi? Endi ota bolada o'ylabman, aka uzr lekin. Nima qildi? Eski bo'lsin. Eski bo'lsin bola. Qayerga nima qildi? 18 ga 16 qildi. 18 ga 16. Nima, urg'ochi erkak? Erkak bo'lasi. Bolasi erkak. Buniki. Nechinchi tug'ishi? Birinchi bola. Birinchi bolasi. Yashang, qancha suti bor? Ona. 3-4 suti bor. 3-4 suti bor. Bunichi? Birinchi tug'ish bu ham. Birinchi tug'ishi bu ham. Necha qildi buni? 16 dedingizmi? 16 ga 18. Buniki ham birinchi tug'ishi. Barakasini bersin. Charchamang, salomat bo'ling. Xo'p, sal arzonlaganda nazdimda, balkim novvoscha bo'lasiz, katta bo'lmaganligi uchundir. Assalomu alaykum. Necha pul qildi ona bolan akam? 18 million qilyapti. 18 berilmagani. Novvoscha nechinchi tug'ishi ekan? 3-chi. Qancha suti bor? 4 tagacha suti bor. 3-chi bolasi. Rahmat, barakasini bersin. Mana sizga ona bola, ana bu yerda ham bir bor ekan, kattaroq ustayligi. Akaga ham assalomu alaykum. Ona bolam bular yakka-yakkami? Yakka-yakka bular. Nima bu? Ikkovi urg'ochimi? Necha marta tuqqan? 3ta tuqqan chakik. Nechta? 2ta tuqqan, narxi 3ta. 2 ga 3ta. Nech pul qildi? Qo'shmaganmi, qo'lida bolasi yo'qmi? Yo'q. Nech pul qildi? Narxi 10,5, buni 9,5 berdi. 10,5 ga 9,5 akalar. Barakasini bersin aka. Ona bola so'raganlarga bitta ona bola ko'rdim, shuni ko'rsatib ketaylik. Bugun chota sal ona bola yo kamdi, yo men uchratmayapman unaqa. Akaga ham assalomu alaykum, yaxshimisiz? Nech pul so'radi ona bolani? 18 so'radi. 18 so'radi, bermadingiz. Urg'ochimi bola, ho'kizchami? Urg'ochi. Bolasi urg'ochi, qanchasi bor? 5 litr. 5 litr, 18 ga yo'q. Barakasini sal tashaganday nazdimda. Ha? Navo sal tashagan. Barakasini bersin aka, salomat bo'ling. Aka ona bo'lami? Yakka-yakkami? Nech pul qildi? Endi keldi. Nech pul so'rayapsiz? 22 dan kam bor. Nechta tuqqan? Ikkalasi bir tuqqan, ikkinchisi qornida. Barakasini bersin aka. Salomat bo'ling, rahmat. Xo'sh, menimcha akalar bo'ldi, yana bor, ha? Endi bitta otdan ko'rib ketaylik. Ot qiziq bo'lyapti akalar. Otlar ko'p. Baribir hamma erkak otga qiziq ko'radi bir. Xo'p, bu ana shu yerda bitta qop-qorasi bor ekan, shuni oldiga o'tamiz, ketdik. Katta-kattalardan bir bo'lakkanlardan video o'tamiz. Xo'sh, ana endi bularning orasidan o'tish sal muammo. Ketib qolmasa bo'ldi. Assalomu alaykum, hurmatli aka. Tashamadingizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Egasi kim aka? Egasi bu aka. Endi keldi hozir. Yo'q. Aka, assalomu alaykum. Tashamadingizmi? Narxlari qanday ekan buni? Narx. O'zi ko'rsatmayman. Nech pul, ukajonim? Ana qara. Ustozi shogirdiga qaraydi, shogirdi 40 million. Necha yosh bo'ldi akam? 6 yosh. Oti nima buni? Nima bo'lyapti? Ko'kkarlarga chiqyaptimi yo endi qora mers. Ana sizga. Akalar, qora mers. Xo'p. Nima 40 million dedingizmi aka? Qayerda o'ti? Eron qishloqda aka. So'ramadi hali hech kim. Endi keldingiz. Mahalla hech kim aytmadingizmi? Promoy bozorgami? Qarang. Qisqa ekanlar bo'lib qoladi. Buni otasi nima? Tanikkanlar bo'lmi otasini? Otasi xorijda. Otasi xorijda. Nima degan? Oti. Bo'mi nomi chiqqanmi oti? Nima? Aytalamizmi? Aytolmaymiz. Egasi bilan yuzma-yuz gaplashganda aytiladi-da, bo'lmasa yo'q. Bo'ldi akalar. Zotini, egasini o'zi, ya'ni alaykum odam kelsa, gaplashamiz ukajon debdilar. Nomi qoldiramizmi, eslichi?
Ayting. 94. 94 871 871 48 44. 48 44. Barakasini bersin aka. Qorammi yaxshi. Aka rahmat, charchamang. Aka, charchamanglar. Tinch aka. Rahmat, yuribmiz aka. Rahmat. Rahmat aka, charchamang. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Nech pul qildi buni? 24. 24. Bu urg'ochimi? Yo'q, o'zini olmayman. Urg'ochimi? Qorda bolasi bo'laman ancha. Ha, o'q bolasi. Bolasi. Nargisim bolasi. Bu ham ancha qorin qo'ygandek ko'rindi menga. Mana bitta tanishim bordi. Ina bola 17 qilyapti. Ina bola 17. Bolasi nima? Bolasi urg'och. Urg'ochi. Xo'p, akalar, ina bola 17. Barakasini bersin. Aka rahmat, charchamanglar. Xo'p, bo'ldi, ketdim menimcha. Endi astagina sizlarga kichkina molladan ko'rsatsak ham bo'ladi. Akalar rahmat. Ina bola qiziqqanlar bilmadim endi 17 so'rab turibsizlar sizlar. Qanchagacha qildi? 13-14 qilyapti. 13-14 qilyapti. Ayting Omir. Men Ana yo'qdilar-ku. 90 311 53 78. 53 78. Charchamang. 53 78. Qanchadan qildi? Ikkitani bir joyda. 2tani bir joyda. Qaytib to'ydi bu. Assalomu alaykum. Bo'lmaylar. Amaki assalomu alaykum, assalomu alaykum. Katta-katta o'tmishlar o'rtasidaman. Nima bo'ldi, amakijon? Ya hali savdo bo'ldi. Savdoman. So'rashyapti. Suristmi, narxni o'zi aytasizmi, shunchadan kami bor? 25 kami bor. 25 dan kami bor, kelishamiz. Nima, erkak urg'ochi? Baytal. Baytal. Rahmat. Necha yosh bu? 2 ga endi kiradi. Rahmat, charchamang. Berdim imkoni yo'q. Ana sizga. Aka, ish pulga baraka bo'ldi. Assalomu alaykum. 93 9 million 300 ming. Ho'kizchami, urg'ochimi? Urg'och, ha? Rahmat. 9 million 300. Assalomu alaykum. Amaki nech pul so'rashdi? 13 million. Navvoschamiz akalar 13 million. Bo'ylari 1, taxminan maksimum. Undan o'ngga baland. Assalomu alaykum. Nech pul qildingiz? Oldingiz. Nech pul? Bo'ldi. Olindi. Ikkalasi 25 million, 12,5 milliondan. Barakasini bersin. Xo'sh. Ana sizga. Assalomu alaykum. Amaki, qandaysiz? Bo'l, ko'rganimiz, ko'rishganimiz. Nech pul qildi, nima qildi, ayting. 13,5 million so'radi. 13,5 dan. Aha. Ana sizga buzuvchilarimiz akalar, bo'ylari 1 metrdan bor ikkalasiniga ham. 13,5 dan, ha? Bo'ylari 1 metrdan, adashmadimmi? Barakasini bersin. Uyda turgan dalaniki nima bo'lgan? Dalaniki. Qayerdagi adres? G'allaro. Qayeri? Gulchambar. Voh, barakasini bersin. Aka, nech puldan nima bo'ldi? Bo'lajon 14 dan kami bor deyapti. 14 dan kami bor. Bo'ldi, yashang. Nech pul qildi bozor qilgani? Bozor qilgan 13 qildi bo'la. 13 dan qildi. Tekst mana shu 4 talasini ham. 4 talasini bir joyda. G'allar oldimi? O'zingiz qayerdan? O'zim g'allar oldim. Chota g'allarlar uncha bo'ladimi-da? Samarqand aytadi. Barakasini bersin, barakasini bersin aka. Rahmat, salomat bo'ling. Xo'p, bo'ylari 1 metrda ulardi ham. Assalomu alaykum aka. Charchamadingizmi? Dalaniki uynikimi? Uydagi nech pul qildi, bermadingiz? Bermaganingiz ayting mana. 28 qilyapti ikkalasi. Ikkalasi 28, 14 dan bir joyda. 14 dan bir joyda. Bo'ylarini 1 metr samadashmayman, ha? 1.10 deng. 1.10 maksimum. Rahmat, barakasini bersin. Aka nech pul qildi bo'ladi? Assalomu alaykum. Endi bir. Xo'p, charchamang, barakasini bersin. Ana shu yerda bitta sotilganimiz bor, o'shanga bitta ulguraylik. Aka, nech pulga baraka bo'ldi? 13. Barakasini bersin. O'yini qancha? 1.10 desam adashmaymanmi? Kattagina ekan lekin. Yemda turganmi? Jazmanib ketdi. Bu yemda turganmi? Yo, dalanikimi? Yo'q, uyda turganda dala bo'ldi. Ya'ni endi to'rtta yem yeb turadi-ku, uylik bilan dalaniki bo'ladi-ku o'shasini. Bo'ldi. Barakasini bersin akam. Salomat bo'ling. Uydagi dalaniki. Xo'p aka. Bo'ldi aka. Muammosi yo'q. Ana.
Bo'ldi aka. Bo'ldi aka. Joningiz sog' bo'lsin. Joningiz sog' bo'lsin. Xo'sh, voy, bugun. Qulumuddin aka. Ha, Ahmadboy. Bo'ldi, Ahmadboy. Ana, bo'ldi aka, charchamanglar. Xo'sh, aka, to'g'ri o'tib ketaylik. Bu bitta sal aylanib qoldik. Aka nima bo'lyapti savdosi? Assalomu alaykum. 17.5 ga chiqdi. Bermayaptilarmi? Aka, uydikimi? 17.5. Assalomu alaykum. Xo'p, navbasimiz akalar bo'ylari 1.20. Sal ziyod bo'lmasa agar 1.20 plus minusi bilan. Barakasini bersin. Aka rahmat. Assalomu alaykum akalar, xormanglar, yaxshimisizlar? O'zing ko'rsatib berdi. Ha, qo'llaring shu. Nechta qildilar? Nechta pul qildingiz? 13.5 qilibdi. 13.5. Ha, siz nechta pul qildingiz? Endi men ham so'ramoqchiman. Qissada bor edi. Qissada bor. Chiqadigan. Barakasini bersin aka. Charchamanglar. Qayerdiki, dalaniki? Qayerda adres? Parsizniki. Rahmat aka. Bo'ldi, endi bilamiz. Charchamanglar aka. Chetdagilarga salom. Salomat bo'ling. Qaysi tarafda chetdanglar? Turkiyadagilar aka. Charchamanglar aka, salomat bo'linglar. Ana shuni savdosi turibdi. Akam assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lar yaxshimi? Nechta qildi buni? 15 qildi. Cho'ponshimi? Cho'ponshu. 15 million. Dalada yurgan. Barakasini bersin. Bo'yini qancha? 1 metr aytsam adashmayman-ku. Navvosmidi? Ha, navvoschi akalar. 15 millionga bermadingiz. Barakasini bersin. 15 millionga yo'q. Yoshlar qimmatroq akalar. Yoshlar sal qimmat. Aka nechta qilishding? Assalomu alaykum. Kasamangiz nechta so'raysiz? 13.5 gacha bermadingiz. Chamaga hali bormi yo hali vaqt bormi? Hali chamaga bor. Barakasini bersin. Dalada yurgan-a? Charchamang, rahmat. G'allar oldi. Akalarning qumollari. Aka nechta so'rashdi? 10 tur bermaganingiz. Rahmat, barakasini bersin. 14 millionga yo'q mana bu. Buni ham bo'yi shu akalar 1 plus minusi bilan. Xo'sh, nima qilamiz? Qayerda do'stamiz akalar? Navvosidan ko'chib keling hali. Assalomu alaykum. Akalar, assalomu alaykum. Tirikchildamisizlar? Sumkangizdan bilib qoldim-da. Qanday bugunlar? Cho'ta yoshlar sal qimmatdek nazarimda. Qimmat mana qarang aka. Mana shu oldi 8 ga oldi. 8 million. Urg'ochimi bu? Ha, endi mana mol. Jamshid! Mol narxini so'rang, nechi pul? Aka nech pul? 19 aka. 19. Bermaganingiz ayting-da. Bermagan 16 ga bermadim. 16 ga bermadingiz. Bunday bo'lishi uchun uchun 2 yil kerak, salkam 1,5 yil deylik, maksimum 1,5 yil deylik. 2 yil deyver. Ha, to'liq 2 yil ham desak bo'ladi. Mayda mollar. Mayda, shota qimmat. Ana qiziq aka, endi yomonlashmas, to'g'ri, chunki foyda ham qilishgan. Shu tirikchilik, so'chi mol boqib katta qilib tirikchilik qilganlar bor, yo'q emas. Kattalar yim yidrasi hamma narsa qaraysiz, 2 yil ichida bozorsiz kattalar narxi shu bitadi. Nabor kichkinalar ko'tarib qoladi. Ha, o'shasini aytaman-da. Mayda bola endi kelajak puli ham sal yengroq deb. Ha, shunday aka, barakasini bersin. Endi dalasi bor odamga tashlab qo'ysa aka yuribdi-da. Albatta. Prosta qavda yaxshi tursa endi shuncha pul bo'lgandan keyin. Yengroqdan ham kam yemishiydi deb. Ha. Barakasini bersin aka. Endi muhim aka, chorvamiz o'sha aytgandek baraka pulni ushlab turish. Ana uyda tursa ketaveradi-ku pul. Yeb qo'yasiz. Ha, o'shasi bor. O'sha. Buni ozrog'ini suyibsiz, hammasini yeyishingiz kerak bo'ladi. Aka, barakasini bersin, salomat bo'ling. Yaxshiliklarda ko'rishaylik. Assalomu alaykum. Nima bo'lyapti? Nimani savdosi akam? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qanday charchamaysiz? Ona bolami? Yo'q, unday dema, navvosmi? Akam qaramadi mana. Masalan. Lampochkachasimi? Nima bo'lyapti savdosi? 9 million so'm. 9 million so'm. Voy, bunisi 13 million. 13 million so'm. Nima bu? Yoshida sutga to'ymaganmi? Nima bo'lgan bu? Ha, shuni qaramaganda so'rayapsiz. Asosan bo'lgan, Hasan ko'p yeb qo'ygan. Bunisi 13, bunisi 9. Bunisi 13 million, bunisi 9 million. Ana sizga. Tog'di mollari. Qayerdagi adres? Uoptikimi? Voy, uoptik-ku. Uopti, ha, bo'ldi. Barakasini bersin, charchamanglar. Xo'sh, nimalar bor? Urg'ochlar tarafga o'tdikmi? Assalomu alaykum akam. Navvosmi bu ham? Urg'ochlarga o'tdikmi? Akalar, hozir G'unajim bilan Navvoslarning o'rtasida biz liniyadamiz. Hozir u tarafga o'tsak, urg'ochlar bo'ladi. Ketdi urg'ochlardan. Nechta qildi? 9 million 500. 9,5 million so'm. Mana sizga.
Bo'ylari birga bormaydi akalar. Barakasi bo'lsin, dalada yurgan ha? Dalaniki. Akam assalomu alaykum. Nima qildi bularni? 21. Bular dalanikimi? Bittasi yemdiki, bittasi dalaniki. Qo'shmagan, tug'magan. Bo'yini birdan sal ziyod aytsam bo'ladimi? Endi bir o'rnisam katta bu kutib qoladi-yu. Barakasini bersin. 163 Assalomu alaykum. Amaki nechta so'rash? 11. Qo'shmagan, tug'magan. Dalaniki uydiki? Uydiki. Barakasini bersin. 11 million so'm akalar. Bo'yi birdan sal ziyodroq. O'nga bormaydi. Rahmat, charchamang. Akam assalomu alaykum. Urg'ochim bu? Nech pul qildi? Ko'zi 11 ga chiqdi. Bermadingiz. Barakasi bo'lsin. Dalanikimi? Uydiki, ha? Uydiki, dalaniki emas, akalar uydiki. Bo'ylari birdan ziyodroq bu ham. Rahmat, charchamang. Xo'sh, endi qayerda ko'rsatamiz? Soatimiz akalar 8 bo'pti o'zi. Endi asta qo'shqorlarga o'tsak ham bo'ladi. Mana shu yoshlardan bitta ko'rsatib o'tib ketaylik. Urg'ochi-yu, erkak-yu. Bozorga endi kelayotganlar ham bo'lyapti. Kichkinalardan. Assalomu alaykum akalar, xo'rmanglar. Nech pul qildingiz akam? 11,5. Ikkalasini? Qaysi birini 11,5 qildingiz? Ikkalasini? 5,5 dan urg'ochimi? Erkak. Barakat. Bir erkak, bir urg'ochi. 5,5 dan akalar, bir erkak, bir urg'ochi. Barakasini bersin. Lekin chota yaxshi suribdi akam. Endi arzon-ku. Assalomu alaykum. Nech pul so'raysiz akam? 10,5. 10,5. Urg'ochmi akam? Urg'och. Barakasini bersin. 10,5. Hozir o'zini ko'rsatib qo'yamiz. Mana akam. Uyalmasiz akam, tushiramiz, bizga farqi yo'q. Charchamang. Aka nech pul qilishyapti? Assalomu alaykum. 91 ikkalasi bir joyda, urg'ochimi ikkalasi ham? Barakasini bersin. 9 million 100 ikkalasi bir joyda. Aka nech pul qilishdi? Assalomu alaykum. 5 milliondan quyuq suyuq ichida 5 million. Bari urg'ochimi? Urg'ochi. Uchtasi bir joyda akalar 15 millionga, 5 milliondan. Rahmat, charchamang. Yosh buzovchilar. Aka nech pulga chiqdi? Assalomu alaykum. 11 million 100 kam. Urg'och. Qaysi biri? Mana ikkovmi? Ha, ikkovi egiz ekan akalar. Ikkalasi ham urg'ochimi? Rahmat. Ikkalasi ham urg'ochi. Aka nech pulga chiqdi? 7dan o'tib bering deyishyapti. Xo'p, bunisigachi? Bunisi hali so'rashmadi. Assalomu alaykum sizlar. Charchamadingizmi? Bular nima bo'ldi? Bular 5 million 200, 5 million 300 dan. 52 dan quyuq suyug'i bilan. Hammasi urg'och, ha? Barakasini bersin. 52 dan akalar quyuq suyug'i bilan. Rahmat, charchamanglar. Ukajon nech pul qildi? Assalomu alaykum aka. Charchamadingiz, o'g'lim emasmidi? Sizdanmi? Endi qo'y bilan turganda arqon bitta ko'rdingizmi menga? Nech pul qildi? 7,5 qildi. Bermadingiz. Barakasini bersin. Uylik, ha? Rahmat akam, charchamang. Aka nech pul qildi 3 tani bir joyda? 8,5. 8,5 dan. Urg'ochi hammasi. Rahmat, barakasini bersin. Hozir siz oldingizga o'taman akam. Akam, ana bozorda shunaqa bilasizlar, qitta bir hamma odam uni videoga, buni videoga qilishadi. Aka nechta bor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta. Ana sizga. Akalar, bir xil bor. Ana soldatcha deymiz-ku, ana shunday turibdi. Narx qancha? Yap, endi o'zingiz xohlaganingizni aytmang-da. Nimasi? Yetkazishlar bonus. Ya, aka endi 1 million o'tib bering undan ko'ra, yetkazib berishni o'zaro kutishadi. Aka bilan hozir hangama qilamiz, ket. Assalomu alaykum. Charchamadingizmi? Teshibsiz? 7 ta. Bari urg'ochimi? Bari urg'och. Bo'yi qarang, birga bormaydi. 90 deyilgan, 90 dan kammi? 90 plyus minus akalar. Assalomu alaykum. Nima ham akajon? Hech marta tushirdim chiqarmoqda. Aka. Yana bitta ko'rsatib qo'ying. Zo'r tatib o'zim ko'rsatmoqda. Bo'ladi. Endi fonga qo'yib qo'yaman sizda. Like bosmani bitta. Like bosing. Aka nima bo'ladi? Bermaganingiz ayting. 8 so'raydi. 78 dan bir joyda. Yaxshi-ku. Bermadingizmi? 8 dan olib berishibdi. Ha, vaqt borda hozirroq.
Ha, o'shada. Ana olaman degan loq qolsin. Ha. Bo'ldi, barakasini bar dalaniki. Dalaniki qayerdiki? Har xil joydaki. Har xil. Ha, bo'ldi. 78 qilaydi. 78 gacha chiqdi. Aka, bir gap. Quyuq suyuq ichida 78 debdilar. Hammasi bir joyda. 8 dan bo'lsa dastlabki qilib beraman debdilar. Aka, charchamaysiz. Variantlar ichida. Variantlar ichida, rahmat. Assalomu alaykum. Aka nechta so'rashdi? 6,5 urg'och, ha? 6,5 urg'och. Rahmat aka. Salomat bo'ling. Ana yerdan so'rab ketaylik. Aka, nech puldan qilishdi? Assalomu alaykum. Bermaganingizni ayting. 10 dan. Urg'och hammasi. Hammasi urg'och akalar 10 dan. Bo'ylari birga bormaydi ulayim. Ozroqgina shu 90 nari beri. Barakasini bersin. Xo'p, ketdik akalar. Novvoslarga o'tamiz endi. 34 minut bo'pti videomiz. Assalomu alaykum. Amaki yaxshimisiz? Charchamadingizmi? Qanday bugun bozor? Arzon qimmat. Sal ko'proq deysizmi? Chota bizni nazdimizda sal kamrog'i? Yo'q, lanjroq. Ha, o'sha, ana shunisi aytmoqchiman. Bozor lanj akalar, kecha bozor ham bu bozor ham. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Aka nech pul bo'ldi? Qaysi savdo bo'ldi? Baraka bo'ldi. 10 million 100 ko'ka. 10 million urg'ochmi xudo olsa? Barakasini bersin. 10 million 100 urg'ochi. Xo'sh, asosdagilar novvoslarga qarab yuraveramiz. Mana bu yerda ana bo'shbob urg'ochlardan ham ko'rsatamiz. Assalomu alaykum aka. Qanday bir? Qo'shmagan tug'magan-a? Yemdikan uydiku. Aha, nech pul qildi? 16,5 ga yo'q, bermadingiz. 16,5 ga yo'q. Bo'ylarini akalar 120 dan ziyod aytamiz. Ana sizga. Barakasini bersin. Rahmat. Akam, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bo'lmaylar. Nech pul qilishdi? 17,3. Qo'shmagan tug'magan. Hali buzoq akalar. Semiz. Barakasini bersin aka. 100 kilogramga bo'lsa 105 dan. 105 dan suv ham beramiz. Nech kelishsa qiziq emas. 105 ga beramiz. Ha. Kelishamiz meni 105 dan ham bo'lsa bo'lmas? Yo'q. 105 dan go'shini o'ziga. Bormi yana uyda? Bor. Qalibom xohlagan vaqt bo'lsa telefon qilsa to'g'ri berasiz. 100 kilodan 200 kilogacha. Bo'ldi. Akalar, zo'r variantmi, nima deysizlar? G'unajin 110 dan. Omonjon, charchamading? 105. 105 mingdan jivoy anodaqasiga, taroziga akalar, go'shtni o'ziga 105 mingdan sanaysiz. Misol uchun 100 kilo chiqsa 100 kilo, 200 kilo chiqsa 200 kilo. Yag'ini o'zingiz sharoitga qarab gaplashaverasiz. Ayting nomer. 33 023 023 93 93 telefon qilaverasizlar akalar. G'unajinga kelsa aka aloqa qilaverasizlar. Aka, rahmat. Salomat bo'ling. Xo'sh. Nima bor yana? Nima bor? Xayr, qaysi tarafga qarab kiramiz? Assalomu alaykum, xo'rmanglar. Akam, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Oxonim, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Uyingiz yaxshimi? Nima bo'lyapti? 22 million. 22 million. Yakka o'zimi? Yakka o'zi. Aha. Necha marta tuqqan bu? 1 marta tuqqan. 1 marta tuqqan, qorinda yo'q. Yo'q. Aha. O'zimizdan go'shtga so'rashyapti. Go'shtga, ha. Nima bo'lyapti? Nechta qildi? 22 million so'mga berilmadi. 22 ga yo'q. 4 to'dan talash. Mana bular ha. Ana 22 millionga qo'shmayman debdilar. Yo'q, bu yoq qo'shmaydi. Men bergim kelmayapti. Ana sizga. Xonazodda yaxshi bo'ladi. Hozir nasiya ko'mayapti. Ha, qanchasiga nasiya? 7 million, 15 million pul bor hozir deyapti. Naqd. 7 millionni bir haftadan keyin oladi. O'zimizda ana sistema. Qassob akalarning shu tiriklik shu bo'ldi. Yashash hojati yo'q-ku. Yo'q, men nasiyaga sotmayman. Bular uylayapti-da, berib ketadi. Bermayman. Nasiyaga yo'q. Bo'ldi, barakasini bersin. Charchamanglar. Bozor qanday bugun? Sal lanjda ololmay odam nima ishlayapti? Yo'lga chiqibsan? Ha. Pastent ishlayapti-ku. Elakin tiriklik. Bu yerda просто reklamaga biz. Charchamanglar. Xo'p. iPhone shetda qisada. Ishda telefondaki biz. Ana shu yerda urg'ochi bor ekanda, kattaroq akalar, shuni ko'rsatib qo'ying. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xo'rmanglar. Aka nech pulga chiqdi? 21. Qochgan tuqqan nima bo'lgan ekan? Qochmagan tug'magan, ha? G'unajin hali. Yashang. Bo'ylar ham baland akalar, biri 40 larga chiqadi, biri 40 dan ham balandroq bo'ylar. Qancha yaxshi. Barakasini bersin. Aka nech pulga chiqdi? Assalomu alaykum. 13 millionga ham beradi. 13 millionga chiqdi. 14 millionga ham beradi. 14 ga ham yo'q. Necha marta tuqqan ekan? 2 ta tuqqan. 2 ta tuqqan. 14 ga ham yo'q akalar, 2 marta tuqqan. Go'shti lekin ancha yaxshi. Barakasini bersin. Nech pul qildi akam? Assalomu alaykum. Qanchamadingiz? Tinchmisiz?
25 million. 25. Seriyoz. Nima deysiz? Qanday beraman? Necha marta tuqqan? 2 marta tutmoqchi bo'laman. 2 marta. Bu yana 145 so'm ular. 150 so'm katta o'qitadi-ku. 150 dan ham ziyod. Yo'q, voy, aka, bu yini qaranglar, komment yozib ketinglar. Mana. Endi to'g'ri telefonda sal anaqa qilish qiyin-ku, akani bu bilan tasavvur qilaveringlar. Qanchaga bermoqchi deysiz? 25 million. 25 millionga. Tarozisi Jivoy 560 kilo. Jivoy 560 kilo. Barakasi bersin. Ho! Charchamaylar. Aka olindimi? Nech pul? 17.2. Barakasini bersin. Assalomu alaykum. 17 million 200 mingga navvasimiz. Endi mana bunisini qaranglar. Ana sizga. O'tiring aka. Aka nech pulga chiqardingiz? Assalomu alaykum. 50 million. 50 million so'm. Taroziga o'ynalmayaptimi? Taroziga yo'qmi? Taroziga yo'qmi? Yo'q. 50 million. Barakasini bersin. Mana sizga akalar navvasimiz 50 millionga. Orqa tarafini olaylar. Mana sizga. Barakasini bersin. 50 millionga chamshakan pullar yo'q, berilmayapti. Endi bunisini ko'ramiz navvasda. Navvas so'raganlarga. Akam assalomu alaykum. Qanchamadingizmi, tinchmisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Nech pulga chiqdi bu? Hech kim savdo qilmadimi hali? Endi ikkovimiz bir savdo qilamiz. Ana to'g'ri bizdan pul chiqmaydi. Prostadak bir naqdi bilaylik, elishin. Nech pul so'raysiz? 70 million. Kam bo'l gaplashamiz. Bu nima paroda? Ana ola boshdanmi bu ham? Ola boshdan. Yashang. Bu yil necha aytay buni? Bir olmish aytamanmi o'zi buni bu yil? Mana 75 mi? Ya vaqtim ya bu 100 yaqiniga bo'l. Yo'q, meniki 178 aka bu yil. Qaranglar akalar, men bu yil 178 salkam bo'ynimdan kelyapti akalar. Mana kattaligini qarang. Voy, onasini emsin. Bu necha yosh bo'ldi bu? 3 yoshar bo'ldi. Yashang. 70 kam bu. Olmishga so'rashdim, hali hech kim so'ramadim. Yo'qchiga so'ray, hozir keldim o'zi. Endi keldingiz. Ana sizga, voy qassob akalarim, balkim kelolmay qolgandirsiz bozorga yoki ko'rmay qolgandirsiz buni. Endi bilaman, qassob akalarim bu yerda ko'p yurishadi-yu. Ana kelolmay qolgan, boshqa qilganlar bo'lsa, nomerini esiga qoldiramiz. Avvalo sotilib bitsin shu bozorda. Endi akadan hozir bir so'rab ko'ramiz. Qiziqqanlar bo'lsa, yig'ini telefonga gaplashaverasiz. Aka bir gap. Nomeringizni qoldiringlar, Yigitchar. Qayerdan adres? Saraylikdan. Ayting nomer 88 128 128 99 91. 99 91. Esiga telefon qilasiz. Avvalo sotilib bitsin bozorda. Aka, charchamang, salomat bo'ling. Rahmat. Xo'sh. Ichkarida nimalar bor? Ichkarida nimalar bor? Qiziq ana u. Bu tarafda qo'ylarda akalar 4 ta arashan kelgan deyishdi. Bitta akam aytdi, "Ukajon, bor arashanga bor" deyishdi. Assalomu alaykum. Yaxshimadingizmi? To'g'ri, yaxshimi? Siz? Nima bo'ldi limuzinlar? Qanchadan ketdi? 67,5 mingdan taroziga ketdi har biri. Voy, ana sizga. Akalar o'tgan safar ko'rsatganimiz esizdami? Ikkita katta limuzinli bor-ku. Ana shuni egalari mana bolalar yonimda, qassob bolalar bular. Bular postoyanno nima olib chiqishadi shunaqa. Bu nima bo'lyapti? Nima paroda bular? Jaydar o'zimizniki. Nech puldan so'rashyapti? Hali so'rashmadi. Nech pul so'rayapsizlar? O'zimiz 40 milliondan so'raymiz. 40 milliondan har biriga. Oyoqli 40 milliondan akalar. 40 milliondan oyoqli qimmat. Ana sizga hozir bir ko'nglarga pul solamiz. 40 milliondan ikkovi qimmat, ha? Nega yemni zo'r yebdi mollar. Savsul bo'lib qolgan ekan, Mana o'simi? Nima qilasiz? Davlat berasizlarmi? So'yilishga-da so'yib. So'yib berishgan bu. Bo'ldi, tushunarli. Ana sizlarga barakasini bersin. Hali hech kim so'ramabdi. Tarozi. Aka, assalomu alaykum. Nima qaysi kanaldan chiqadi? Jizzax Chorva bozori. Hozir mana shuni tarozini ko'rsatib qo'yaylik. 291 kilo. Urg'ochi. Qanchaga dagor bo'ldi ekan? Savdo? Endimi? Barakasini bersin, barakasini bersin. Akalar, tarozi xizmati kimga kerak bo'lsa nomer qoldiramiz, ayting. 97 028 67 telefon qilasizlar. Aka, nimaga baraka bo'ldi bu? 54 million. 5 million 400 ming. 54 mingdan. 54 mingdan. Bo'ldi aka. 54 mingdan taroziga.
200 kilo chiqdi. Bir orqaga qaytarib ko'rib olasizlar. Akam assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Sog'lar yaxshi. Rahmat aka, nima xato bor videoda? Nima xato bor? Endi baribir kimdadir bo'ladi, kimgadir endi Bizni postoyanni ko'rib obuna ham bo'lganmiz. Rahmat aka, salomat bo'ling. Mayli aka, rahmat. Nima xato? Agar nimadir xatomiz bo'lsa kommentariyaga yozib ketsalar, biz o'sha qilib ishimizni qilamiz. Sizlar uchun aka, video sizlar uchun-da. Shunday. Barakasini bersin. Aka, salomat bo'ling. Yaxshiliklarda ko'rishaylik, sog' bo'ling. Ana sizga. Assalomu alaykum, hormaylar. Aka, yaxshimisiz? Kimdan bular? Hoji aka, assalomu alaykum. Aka, assalomu alaykum, yarim marta. Menga 50 million bo'ydaqqa. Mening qizig'i, menga bo'ydaqsa. Narxlaring. Qaysi biri? 70 million. Qayergacha siz? Mana bitta, mana ikkov. Ha, u ikkov ko'rdim buni. 70 million taroziga. Aha, bo'ldi, barakasini bersin. 70 million akalar taroziga. Nech pulga so'radi bozor? Bozor nech pul bo'ldi? Ana kecha ikkita ketdimi? 67 million ketdi. 67 million taroziga. Barakasini bersin, charchamang. 67 million taroziga kechalar ketgan o'sha ona bo'yi ko'rsatganmiz akalar. Bo'yi o'g'illar bilan gaplashdik-ku. Buni ham aytganimizga qassob aka. Aytib, nima ekan narxi? Mana savdo bo'lyapti. Pul bo'lavering. Assalomu alaykum. Aka nech puldan qilishdi? 60 taroziga. 60 pul. Nima paro deydi bular? Greenfordmi? Greenford aka, qaysi-qaysidan? Bo'ldi, akani odam oldida odam ko'tmish akani jaziga qo'yamiz. Akalar 67 dan. Greenford. 70 millionga ber shuni. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Sog'lik, yaxshimi? Sal qoldi amakida borishimga. Nima bo'ldi? Birashga 70 million dedim ikkitasini. Qaysi? Mana bu ikkalasi 70 millionga. Qanaqa video qilib olyapsan buni? Yo, zapismi bu? Aka, zapis bo'ladi-da, bu zapis bo'ladi. Keyin qo'yiladi. Mana ekranni zaryadni ekran qilish uchun ekran qulab qo'yamiz-da o'zimiz uchun. Chunki zaryadga muhim bizga. Ha, aka. Aytishing nechta? 110 ming. Alkamagansiz. Harakat qilyapmiz aka. Odamlarga yo'qishni harakat qilamiz. Odamlar yo'qsa kanalga obuna bo'ling, yo'qmasa endi iloji yo'q biz ishni ko'ramiz. Jizzax Chorva bozor bor, bu tarafda Moshin bozor bor. 70 ga chiqdimi-ku? Ha. Bilmayaptilarmi? Yo sizdanmi? Siz bilan 70 qilyapman, bu bermayapti. Ha, bo'ldi. Aka 70 so'rab bergan, aka bermayaptilar. Bo'yini qancha ayting aka? Egalarni ham odasan. Bo'yini qancha ayting? Yo'q, aka ko'p egalar ruxsat bermaydi-da. Siz bo'lsa ikkovimiz ana videoga tushiramiz. Yo'q, mana buni ham olaver. Yo'q debdilar, qo'ying, nima qilasiz, qiynab. Qarang. Bo'yini necha ayting? Bo'yini ayto, 140 ayto, 130 ayto. 140, 130 akalar. Ya, 140 dan baland bu. Akalar 150. Javob 150. Endi turgan. Barakasini bersin. 70 millionga yo'q. 70 millionga yo'q. Egasi 72 million debdi. Barakasini bersin. Orada 1-2 million qolibdi. Xabarlashamiz aka. Charchamanglar, salomatlar. Taroziga so'ramayapsizmi? Yo'q. Taroziga 58. Taroziga 58 ham so'rashibdi, yo'q. Xo'sh. Ichkarida nima hangama? Ichkarida akalar qizig'i yo'q. O'sha katta-kattalari faqat o'sha yerda. Assalomu alaykum, hormaylar. Nima qildingiz? Yo'q, mana buni savdosi bo'lyapti. Nech pul qildi aka? 20 million 500. 20 million 500. Kam bor gaplashgan joyi bormi? Yo'q. Men 30 debman. Ha, 30 so'rayapsiz. Ha, bo'ldi. Barakasi. Bo'ldi. 30 million kam bor dedilar, 20 million 500 ga kira mana navvasini savdo qilib turibdilar. Voy, yana nima bor? Qani anu farodali so'ragan akalarim bordi. Qani o'shalardan. Egasi kim ekan aka? Egasi kim ekan buni akalar? Buni egasi yo'q. Qaysi biri? Buni egasi yo'q. Shu yerdaman, boryapman aka. Assalomu alaykum. Hormaylar akam. Yaxshimisiz akam? Assalomu alaykum. Charchamadingizmi? Nima bo'lyapti akam? Mana shu qorani bir nima qilib o'ramiz. Nech pul bo'ldi? 30 chiqdi. 30 so'm bor ekan. 30 so'm bor ekan. Nech pul qildingiz? 25,5 million. 25,5 ga yo'q, bermayaptilar. Bor. 27 million mushov deyaptilar. Voy. Akbar aka. Ana sizga Akbar akam anchagina qimmat aytib turibdilar. Akalar 30 million kam bor dedilar. Olarim odam 25. Sotayotgan odam 27 gacha tushibdi. Ana sizga. Akam bo'yini qancha? 130 olsam adashmayman. 130 bor. Yemda turganda baribir. Akbar aka, bu kelishtiringda buni aka endi oyoqda. Bozor ota. Men aka. Bozorda. Narx bersalar, ertaga olasan, olasan demasa, bir hafta yeb shigaring deb berasiz. Ertaga bo'lsa ham mayli. Nima bor? Aytgan pulim bersa bo'ldingizda. Mashina sotib urgan qoldik.
Akbar aka. Qo'l jamishdan ekan mana shu. Aytamo ota. Barakasini beraversin. Aka, salomat bo'linglar aka. Xo'p, akalar nima qilamiz? Tugatamiz menimcha. Barakasini bersin. Olayotgan odamlarga ham, sotayotgan odamlarga ham, qo'y qo'zilarga ham o'tamiz. O'zi shoninglar bir 50 minut video bo'lib ketdi. Salomat bo'lasizlar.